aka buni 4 xil nasatkasi bor. Birinchisi mana. Birinchisi molbop aka. Xo'p, keyingisi qo'ybop aka. Qo'yga moslangani. Keyingisi aka yorma holatda, mana yorma holatda setkasi, keyingisi kepay holatda setkasi aka. Juda ko'pchilik masalan nimasi bo'ladi? 3 xil setka ham chiqaryapti aka. Masalan 3 xil setka ham chiqaryapti. Bizda o'sha naborda aka 4 xil nasatkasi bor mana. Xo'p, buni qulayligi qarang. Bitta solib ko'rsating. Xo'p, bo'lgaklar yechish kerak buni solish uchun. Qulayligi aka, buni bo'lgaklar yechilmaydi. Eng qulayligi buni boshqa drabilkalardan ajratib turadigan aka, setkalar yonboshdan tushadi aka. Bir degani solasiz. Bir deganingizni solasiz, bir deganingizni chiqarasiz. Eng oson variant. Bu aka butlar bo'shat, yo'q shart emas aka bular. Bemalol aka setkasini almashtirib chiqarsangiz bo'ladi aka. Ushbu ko'rib turgan drabilkamiz ho'l quruq tanlamaydi. Donli mahsulotlar bo'lsa ham bemalol chiqariladi. Kak tegirmon holatdan ishlatib ko'rsatsa bo'laveradi. Shunday aka. Video davomida albatta ko'rsatamiz, ishlatib chiqarishlarni. Video davomida mana drabilkalarimizni ishlatib, yurgizib ko'rsatib beramiz aka. Bu yerda hozir holatda hurmatli obunalar. Endi biz ham anchadan beri omadbek bilan ishlayapmiz. Mana zaslonka qopqog'i bor. Bu yerda holaga razmeriga qarab turib donli mahsulotlar chiqarsangiz bo'ladi. Bug'doy, makajo'xorini, so'tasini ajragan yoki guruch mahsulotlari, qanaqadir donli mahsulotlar bo'lsa hammasini jo'xorini chiqarsangiz bo'laveradi. Bu tarafda sotalisini tashlaysiz. Sotalini soladi. Xo'p. Jasur aka, bu drabilkamiz masalan hozir 2 xil variantda deyildi. Katta kichikligi bir xil bo'ladi. Xo'p, endi bu drabilkalarimiz bor, mana. Nisbatan bir farqini ko'rmayapman ko'rinishida. Hamma yo'g'i bir xil aka. Bunda ham o'sha 4 xil mana nasatkalari bor. Bir xilda, faqatgina Jasur aka buni motorida farq qiladi. Motorda aka. Bu 3 kilovat 3000 bo'lsa, bunisi 4 kilovat 3000. O'zi birkasida 5 mikrofon ishlamay qoldi. O'zi o'sha birkasida 5, 6 qilib yozib qo'yadi, lekin bular o'sha 4 kilovat quvvatini beradi. Bular ham o'sha original motor, o'sha kerak bo'lsa borib yaxshisidan tanlab olib kelinadi. Xudo xolasa garantiyalar hamma yo'g'ini beriladi aka. Faqatgina shunday motorda bu 3 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, bular o'sha 4 kilovat quvvatini beradigan motor. Shu motorda farq qiladi. Biz ham motorda sotib olayotganimizda arzonroq olamiz, qimmatroq olamiz. Shuni singari narsaga. Xo'p, endi buni narxlariga eng qizig'i narxda buni aka. Eng qizig'i narxi. Xudo xolasa masalan xalq masalan shunchalik podдержкада duoda bo'lib turishda aka, shunchalik bo'ldik aka. Inshaalloh xalqqa masalan shunchalik yordamimiz tegyapti. Yana ham narxlarini masalan har videomizda kerak bo'lsa sindirib beryapmiz aka. Mana shu universal drabilkamiz aka 3 kilovatli 3000 ni joyimizdan 2 million 100 ming so'm narx qo'yildi aka. Mana shu narsa 2,5 million so'mning tepasidagi narsa aka. Pichoqlari ham shu qora kuydirilgan, o'sha malatoy hamma yo'g'i bor aka. Universal. Hozir mana shu drabilkamizda don mahsulot, o't mahsulot hamma narsa chiqarib ko'rsatib beramiz. Optim narxda 2 million 100 ming so'mdan joyimdan chiqayotgan narxi. Xudo xolasa dastlabki xizmatlarni ham qilib beramiz. Kelishilgan holatda ozmoz qo'shilib bo'ladi. Xo'p, endi bunisi o'sha aytganimdek 4 kilovatli bo'ladi. 4 kilovatli motor. Hamma yo'g'i bir xilda. Buni ham o'sha 4 xil nasatkasi bor. Buniki masalan yo 3 xil yo 5 xil emas, buniki ham ikkalasi ham 4 xil. Bu faqatgina o'sha motorda farq qiladi. Biz ham sotib olayotganimizda narx o'zgarib keladi aka. Buni narxini 2,5 million so'm qo'yganmiz aka. 2,5 million so'm. 2,5 million so'mdan aka bu motori baquvvatroq. Qarang, agar 2,5 ming motor bo'lsa, bu narxi tushadimi yana? Misol uchun, menga o'rtada bitta ikkita molim bor xolos. Yengil ishlatishga yetadiganlar uchun. Xo'p, aka, mashina motorimiz masalan 3 kilovatli bo'ladigan bo'lsa, yana ham kilovat kichikroq. 2,2 kilovatlilar bor aka. Necha pul qo'yasiz uni? 2,2 kilovatli motorlarimiz aka 1 million 900 ming so'mdan chiqarib beramiz aka. 1 million 900 ming so'mdan 2,2 kilovatli motor. Bunisi lekin 3 kilovatli 2 million 100 ming. Zakaz asosida aka 1 million 900 ming so'm o'sha universal hamma narsa ho'l quruq chiqaradigan drabilkalar tayyorlab berilaveradi aka. Yana qarang. Misol, pensiyasini yig'ib turib hojinalarimiz, misol uchun nevarasiga so'qimga yokida qo'y boqadiganlar bor-da, ularga misol kimgadir quruq, kimgadir qo'l chiqaradi. Menga faqat quruqda o'zi yetadi deganlarga yanada nisbatan arzonrog'i bormi sizda? Aka, yana ham arzoni, masalan, aloqaga chiqishaverib, xudo xolasa aka 1,5 million so'mgacha drabilkamiz bor aka. 1,5 million so'mgacha
universal bo'lmaydi, lekin 1,5 million so'mgacha drabelkamizni chiqarib beramiz. Faqatgina don mahsulotini o'ziga chiqib kelaveradi aka. Hozirda masalan olib chiqishmabdi, kichkina mini bo'ladi, 1,5 million so'mgacha chiqarib berilaveradi aka. Agar o't mahsulotiga bo'lsa-chi? Xo'p, o't mahsulotiga bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1,900,000 so'm 200 kilovatli, u ham universal bo'ladi. Don mahsulot, o't mahsulot hamma narsa chiqaraveradi aka. Ha, bo'ladi. Hurmatli akalar, mana bir qator narxlarni, turishlarini ko'rsating. Mana og'izlari hammasi yaxshi, xudo xolasa. Sinovdan o'tgan, deyarli zavodga aylanib mana bormoqda, hurmatli akalar. Ishlab chiqarish o'zimizda shu joyda bo'lyapti. Hozir bir qator ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Xo'p, Jasur aka yana bir bor bitta narsasini ko'rsatib qo'yaylik. Eng qizig'i aka, o'sha katta variantidan. Hampasi 53 ga 53, katta hampadan chiqishlari ham o'sha kattalashgan variantdan. Kichkinasidan ba'zi kattalashgan varianti. O'sha 3 kilovatlik ham, 3 kilovatli ham, 4 kilovatlik ham bir xilda. O'sha nima desa bo'ladi? Eng qizig'i faqat narxida o'zgaradi shu, lekin qolgani hamma yo'g'i bir xilda kelib chiqaveradi aka.